Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Lekin ko'pchilik telefon qilyapti, yozyapti, xavotir olyapti. Men har bittasiga javob bera olmayman. Endi vaziyat haqida menimcha yetarli ma'lumotlar bor. O'sha kuni Sabrina bilan ko'rishdik, onasi bilan ko'rishdik. Shok ma'lumotlar ham oldik. Va hozirgacha ko'p ma'lumotlar chiqyapti. Kim nima, qanaqa nima bo'lgan. Ular bilan qonuniy gaplashamiz albatta. Lekin hozir bu narsani o'rni emas. Hozir Sabrina Turkiyaga ketgan. Ertaga klinikalar, 2-3 klinika bilan ko'rishishadi. Обследование qiladi, o'ziga yoqqan klinikada operatsiya qiladi. Bu haqda ma'lumot yetkazib turishadi. Hozircha shu. Hammaga mana biz hozir где-то 30 minutdan keyin chiqamiz samolyotga. Biz Turkiyaga o'tib ketyapmiz. Hozirlarga yig'ilgan pullarni ko'rsataman. Mana bu birinchi shot yig'ilgan pul. Hozir ikkinchi shotni ko'rsataman. Mana bu kartamiz. 3-4 kartamiz. 3-4. Не видно. Не видно? Сейчас, подожди, вот так. Все видно. Endi sizlarga bering menga. Hozir. Bu qaynimiki. Bu oyimnikiga yig'ilgani, chunki blok bo'lib qoldi-yu. Oyimni kartalaridan qo'yib turdik-da. Hozir Kapital banknikini hozir ko'rsataman. Kapitalga ekolyammi? Faqat Hozir bilan. Hozir. Mana bu vizasi, oyimni vizasi bu. Olib yig'ilgan summani sizlarga ko'rsataman hozir, hisob-kitob qilib aytamiz istoriyada. Meni ilohim duo qilinglar, tuzalib keting, yaxshi bo'lib keting, nasib yurib keting. Eng muhimi hammaga rahmat kattakon, pul yig'ib berganlaringiz uchun. Jasmin opaga ham rahmat kattakon. Ular men uchun turibdilar. Siz ham aytavering, Jasmin opam harakat qilyapti-da, chunki hammalaringga rahmat xalqim. Jasminajon sizga alohida rahmat. Siz bo'lmaganingizga bu ko'tarilmasdi. Juda katta yordam pul yig'ishga aynan siz katta yordam pul berdingiz. yig'ishga sizni nimangizni qilsangiz Katta. katta bo'ldi. Rahmat, katta rahmat opajon.